Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Bugungi video sizlarga yana restoran biznesi haqida deyarli dunyodagi barcha tadbirkorlarni orzusi bu restoran yoki kafe ochish bo'ladi. Ya'ni любой biznesmen o'ziga to'q bo'lib boygandan keyin restoran yoki kafe ochgisi kelib qoladi. Nima uchunligini hozir men sizlarga aytib beraman. Va bundan tashqari nima uchun Anvar Abduqayum o'zini barcha kafe restoranlarini yopib yoki sotib bu sohadan chiqib ketdi. Mana oddiy misol shu hozir sizlar ko'rib turgan Afiyet restorani ham tez kunlarda buzilib, o'rniga 7 qavatli baland biznes center binosi tushadi. Shu paytgacha ochgan Puro kafelarimni, restoranlarimni deyarli hammasini yo sotib yubordim yoki yopib yubordim. Mana endi hozir mana shu Afiyet restoranini ham hozir yopib, o'rniga boshqa proyektni ishga tushiryapman. O'zi umuman любой biznesni gullagan payti bo'ladi, keyin o'z vaqtida u biznesni yoki sotib yuborish kerak yoki yopib yuborish kerak. Aksincha bo'lsa, siz u biznes bankrot bo'lgandan keyin yopaman desangiz, katta minus bilan chiqib ketasiz. Men o'zim investorman, ya'ni men любой biznesga pul tikaman, yurg'izaman, yurib foydaga kirgandan keyin o'zimni pulimni nechidir baravar qilib qaytib olgandan keyin yoki u biznesda zeriksam sotib yuboraman. Yoki u biznesda kelajak ko'rmasam, u biznesni yopib yuboraman. O'sha pulimni olib, boshqa ishlarga tikaman aziz do'stlar. Agar biznesni o'z vaqtida yopmasanglar, ya'ni yurmaydigan yoki kelajagi yo'q biznesdan o'z vaqtida chiqib ketmasanglar, u biznesda bankrot bo'lasizlar. O'sha ko'rgan 2, 3, 5 baravar foydalarni ham bankrot bo'lib yo'q qilib yuborishinglar mumkin. Biznes ochishni bilgan odam o'z vaqtida yopishni ham bilishi kerak. Bu sizlarga eng muhim tavsiyam, chunki biznesni ochgan paytda havas bilan ochasiz, umidlar bilan ochasiz, lekin ma'lum bir vaqtdan keyin u biznes sizga boshqa foyda keltirmay qoladi yoki u biznesni kelajagi yo'qligini ko'rib qolasiz. Mana shunaqa vaqtda uni tez yopib borish kerak. Aks holda har kuni u biznes minusga ketadi va ma'lum bir vaqtdan keyin siz foydangizni ham yeb qo'yib, обороtingizni ham yeb qo'yib, oxirida qarzga botgan holda u biznesni yopishga to'g'ri keladi. Bugungi videoda sizlarga mana shu общепит, ya'ni restoran, kafe biznesidagi xatolarimni, yutuqlarimni, qo'lga kiritgan tajribam va ma'lumotlarimni tekinga bo'lishmoqchiman. O'zi bu narsalar menga kamida 500 ming, balkim 1 million dollarga tushgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin mana shu ma'lumotlarni bugungi videoni oxirigacha ko'rsanglar, batafsil bilib olasizlar. Restoran biznesini qayerda ochish kerak, qanaqa ochish kerak, qanaqa ovqatlar berish kerak, qanaqa sotish kerak, reklamaga qancha pul tikish kerak, qanaqa xodimlarni ishlatish kerak, nima joylarda men xato qilganim uchun qaysidir tochkalarim puro'li yopilib ketdi. Nimani to'g'ri yo'lga qo'yganligim uchun Afiyet restoranim mana 8 yil menga haligacha foyda keltirib ishlayapti. Mana shu yutuqlarim va xatolarim. Nech pul tikdim-u, nech pul yo'qotdim, qaysi tochkalarim yurmadi, qaysi tochkalarim uchdi. Bunaqa sekretniy ma'lumotni o'zi hech kim bermaydi. Internetga kirib qarasanglar ham bunaqa ma'lumotni hech qayerdan topa olmaysizlar. Bugungi video sizlarga juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Agar kimdaga ham shu restoran, kafe, milliy taomlar sohalarida ishlayotgan bo'lsa, shu videomga bitta like bosib qo'yamiz. Yoki bo'lmasam sizlarni shu sohada, restoran, kafe sohasida tanish bilishinglar bo'lsa, bu videoni ularga foydali bo'lishi uchun yuborib qo'yamiz. Aziz do'stlar, 2017-yilda men bizneslarimdan zerikib qoldim. Ya'ni toybola biznesi, visaj elektrik biznesi, konstovar biznesi, keyin krasitel biznesimiz bor edi. Chet eldan siryo, plasmas siryo olib kelib tarqatish bizneslarim bor edi. Va shu bizneslarimni hammasini tizimlashtirib bo'ldim. Boshida o'sha paket biznesimni hamda krasitel biznesimni tizimlashtirdim, siryoni tizimlashtirdim, ketidan o'yinchoq biznesini tizimlashtirdim, ketidan elektr tovari, ketidan konstovarni. Hammasini qilib bo'ldim, chunki ular zavod, ularni tizimlashtirib qo'ysa bo'lardi. Yo'lga qo'yib qo'ydim, rahbarlarni yetishtirib, shogirdlarimni trening qilib, o'zim joy-joyga taxlagandan keyin zerikishni boshladim. Ertalab uydan 10 da turardim, 11, 12 da ishga kirib kelardim o'sha eng katta kompaniya, Toybola va visaj elektrik kompaniyalariga. Keyin kelsa men faqat qo'l qo'yardim. Nimadir katta muammolar bo'lsa hal qilib berardim. Bo'lmasam deyarli meni ishim yo'q edi. Ya'ni soat 12:01 da ishga kelib,
soat 3, uzoq 3:30da ishdan ketardim. Chunki qiladigan ishim yo'q edi. Chunki butun ish tizimlashtirilgan. Faqat 1 yilda o'sha 2 marta ko'rgazmaga, 2 marta men o'zim qiziqgan ko'rgazmalarga borardim. Asosan chet elda yurardim. Chet elda yurishdan ham charchaganman o'sha paytda. Shundan keyin nimadir yangi biznes qilishim kerak deb o'ylab qolganman. Turkiyada yashagan paytimda o'sha donerchi bo'lardi. Donerchi Jalal usta. Shu odamni donerchisida to'la bo'lardi. Peshinda o'chirib turib, zo'rg'a joy topib, bir amallab o'tirib yeb ketardik. Dastavka qiladigan bir 30 tacha motosikli bor edi. Men shu odamni ko'rib, shu biznes zo'r ekan, men shu doner ochaman deb niyat qilgan edim 2016-yilda. Keyin 2017-yilda Turkiyadan bitta hamkor topdim. Shu og'aynimmi, og'aynisi. Shu aytdiki, "Davay" dedi, "doner men senga topib beraman" deb. Men bu yerda lokatsiya qidirdim va lokatsiya topib, unga ko'rsatdim. Keyin u Turkiyadan ko'rib bilolmadi lokatsiyani, "Biz boramiz" dedi. "Ha, bo'pti, kellaring" deb. Usta bilan ikkalasi birga kelishdi. Xullas, ikkita mashinnikka o'zim tutib berdim. Bu mashinniklar kelib olib, bu yerda kunlab yurishdi, haftalab qaysi joyni ko'rishi. Keyin oxiri shu Gangadagi Afiyatda joyi ularga ma'qul bo'ldi. Mana mashi joyi olamiz, mashit qilamiz. Mamitlarini buzib o'ra berasan oyna bilan. Shuni yurg'izsang, xudo xolisa yuradi dedi. Menga qaradim. "Voy bola, bu odamlar yuradigan taraf emas. Bu narigi tarafda odamlar yuradi. Yo qimmat bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham joy olib qilaylik. Bu yerda katta joy olsang, bu yerda oddiy xalq yurmaydi-ku, faqat boylar keladi stoyankasiga. Keyin bu yerda tashlandiq joy, bu yerda remont qilish kerak. Bu yerga katta pul ketadi, bu yerga odam chaqirish kerak. Bu yerda yoningda hech narsa yo'q ishlab turgan" desam ham, "Yo'q" dedi. "Ana dedi, sal nariroqda Ankara kebab bor ekan" dedi. "U yoqda, sen bu yoqda bo'lsang, o'rtalari ham ishga tushib ketadi. Mana shu rad bo'ladi, keyin odamlar keladi" deb o'zi yangi bozor yaratish taklifini berdi. Men endi restoran sohasini tushunmaganim uchun, meni odatim bor edi, mutaxassis gapiga kirib ish qilishga. Men shu endi bola biladi deb tavsiya berishdi do'stlarim. Ana kelgan donerchisi ham doner yaxshi pishiradi deb ko'rsatib berdi. Chunki qimmat go'shtdan doner qilib menga pishirib berdi, yeb ko'rdim. Endi ja wow emas edi. Men aytdim, "Bunaqa bo'lmaydi. Menga shirinroq qilib bergin. O'sha Jalal ustadaka qilib bergin" dedim. "Muammo emas, sen bizga go'sht olib ber. Biz Jalal ustaga borib yeb ko'ramiz. O'zbekistonda qanaqa doner ketsa, shunaqa doner qilib beramiz, mazasini o'zgartirib" deb taklif berdi. "Xo'p" dedim. Keyin shu afiyat sohasiga kirishni boshladik. Boshida haqiqiy restorator shu binoni remontiga minimum, maksimum nechta pul ketishini sizga aniq hisoblab bera oladi. Shuning uchun hozir birorta restoran ochmoqchi bo'lsanglar, kafe ochmoqchi bo'lsanglar, sherik olgan yoki pul to'lab o'sha ochtirmoqchi bo'lgan odaminglarga narx, ya'ni smeta so'ranglar. Mana shu restoranni ochishga necha pul ketadi? Minimum, maksimum. O'shanda keyin uni ustaligi ma'lum bo'ladi. Agar u haqiqiy usta bo'lsa, oldin shunaqa ochib yurgan, kamida 3 tadan ko'p ochgan bo'lsa, u biladi. Lekin o'zi bitta ochgan, ili vashcha ochmagan, birovning qo'lida ishchi bo'lib ishlagan bo'lsa, u odamlar bila olmaydi. Mana o'sha turk og'aynim ham juda katta mashinnik edi, kiydirgan. U sirazi, "Voy Anvar, 50 ming dollarga mashina remont qilib senga ochtirib beraman. Dashi buzmaymiz ham, kafillari ham qoladi" deb tedirmasdan qildirib beraman deb ko'ndirgan. Shundan keyin Afiyatda hozirgi joyini Gangani tanladik. Metroga yaqin bo'lganligi uchun men endi mayli dedim, lekin quyosh bizaga doim kun davomida tushishini, bu yerda patok odamlar yurmasligini, domga kirib ketaveradigan bu yerda yo'l yo'qligini bu tushunmadi. Vaholanki bizani orqamizdagi dom aholisi ham bizani yonimizdan yurmas edi. Chunki ular yo'lning narigi tarafida ularga yo'l bor edi, o'sha katta yo'ldan uyga kirib ketardi. Endi hozir men katta pul sarflab mana shu domdek odamlarni yoki mana shu Ganga aholisini bu yoqqa chaqirishim kerak edi. O'rganmagan narsasini odamlarga o'rgatish uchun buni reklama, PR-ga siz eng kami 5 barobar ko'p pul sarflaysiz, eng kami. Atak 10 barobar pul sarflaysiz. Chunki odamlar o'rganmagan narsasini uncha-munchaga qilmaydi. Siz ularni ko'ndirishingiz kerak, reklamani qayta ko'rsataver. Mana shu joyda men eng katta xatoni qilib qo'ydim. Keyin remontni boshladik, tapir-tupur turk, hamma narsani Turkiyadan olib keltirishga harakat qildim. Men iloji boricha kesib O'zbekistondan qildirish. Indamasam, Nerjavekani ham Turkiyadan olib keltirmoqchi. "Voy bola, kallang bormi" dedim. Nerjaveka o'zimizda Jomiy bozorida tiqilib yotibdi dedim. "Yo'q" deb to'xtatib, bir amallab ushab qoldim. U yaramas, hattoki garmdorini ham, achchiq qalampirni ham Turkiyadan olib keltirgan. Bo'lmasa o'zimizda chorsida achib yotibdi. To'lib yotibdi, undan 2 barobar arzonga.
Xullas, mani cho'tki kiydirish uchun cho'tki sxema bo'yicha hamma narsani Turkiyada ustiga o'zini foydasini qo'yib, atkat yechib, olib kelishni yo'lga qo'ydi. Uni olib kelib, rastamovsha qilib, restoranni biramallab ochib yubordik. Endi bu birinchi xatoyim mutaxassis tanlayotganda bitta o'rtog'imning tavsiyasi bilan hal qilib yubordim. Aslida kamida 7 ta odamga so'rash kerak edi, chunki bilasizlar, bitta ish boshlashdan oldin buni ulamolar tavsiya qilishgan, ya'ni din olimlari kamida 7 ta odamning maslahatini olgin deyishgan. Men bo'lsam bor yo'g'i bitta odam maslahati bilan boshladim. Ikkinchi xatoyim lokatsiyani tanlayotganda turk insonni gapiga kirdim. Turk inson bu sohani bizdan davlat tushunmaydi. Men bu bo'yicha restoranlarni yurg'izib yurgan odamning maslahatini olishim kerak edi. Ya'ni lokatsiyaga xato qildim. Uchinchi xatoyim shu restoranni dizayninidan pul qizg'anib, ya'ni arxitektordan, chizib beradigan interyerchisidan pul qizg'anib, turkka o'ziga dizayn qildirib yubordim. Chunki u yerda Anvarni tez ochishimiz kerak. Hozir sen chizdirsang, hozir buni proyekt qilsang, proyektni o'ziga chunki kuchli odamlar bizga aytdiki, 3-4 oy ketadi dedi. Turk tez ochish kerak edi, unga pul kerak edi. Uni qarzi bor ekan, rosa katta. 1 million lirami, xullas 200 ming dollar qarzi bor ekan. Shuning uchun u vahima deydi, tez ochish uchun meni ko'ndirdi. Gap bilan sehrlab qo'ydi. Keyin men shu joyda ham aldanib qoldim. Vaholanki pul qizg'anmasdan yoki shoshmasdan sekin proyekt qilib, interyer dizaynlar qilib, mana shu lokatsiyaga, demak, boy odamlarga mo'ljallab dizayn qilganimda, men bu yerga ko'proq odam chaqirib, pulimni hozirgidagi 5x emas, balki 10x, balki 20x qilgan bo'lardi. Keyingi xatoyim dizaynni ham turk o'zi jinnig'inni qilib tashladi, dabdalasini chiqardi. Mebellarni qarasam, mebelni ham Turkiyadan olib keltirmoqchi. Xullas, katta pulni zakazni Turkka berib qo'yganim xato bo'ldi. Zakaz qilayotganda doim o'zingizni odamingiz bo'lishi kerak, zakupshik yoki o'zingiz zakaz qilishingiz kerak. Keyin men uni to'xtatib, shu qimmat narsalarni o'zim oldim. Mebelni Toshkentdan topdim. Turk 130 dollar narx berdi bitta kresloga. Men shu yerda 45 dollarga qildirdim. Stolga turklar 300 dollar narx berdi. Men 140-120 dollardan stollarni yasatdim. Umuman hamma narsani shu yerda o'zida hal qilishga harakat qildim. Faqat idish tovoqni majbur bo'ldim, chunki O'zbekistonda restoranni idish tovog'ini doim topa olmaysiz. 5-6 ta odamlar borib keladigan, ularda ham doim assortiment bo'lmaydi, soni to'g'ri kelmaydi. Zakaz qilish kerak, zakaz 3 oy 4 oyda keladi. Xullas, majburan Turkiyadan olib keldik. Keyingi xatoyim shu restoranni ochgandan keyin o'zimni odamimni qo'ydim kassaga, o'zimni vakilimni. Lekin u vakilim biznesni tushunmas edi. Faqat kassaga qo'ygan bilan o'yladimki, kassaga qo'ysam, qancha pul kirib chiqayotganini bilib tursa, bu turklar meni uxlata olmaydi yoki ishchilarim meni uxlata olmaydi deb o'yladim. Shu yerda xato qildim, chunki u jiyanim bu biznesni tushunmas edi. U paket seximizda birorta o'sha nimadir lavozimda zavskat bo'lib yurgan bola edi. Hisob kitobni biladi, kassani tushunadi, lekin restoranni kassasini tushunmas. Mana shu joyda juda katta xato qildim. Keyin o'sha turk odam yurg'izayotganda butun sistemaga o'zi переговор qilib, o'zi ishchilar qo'ydi. O'zi zakupchilar bilan go'sht sotib oldi, o'zi sir sotib oldi, o'zi un, hamma narsaga do'laga o'tiryapti. Va kassaga ham o'sha bitta qizni o'tkazib qo'yib, uni boshini aylantirib, levi qilib olaman, senga pul beraman, zo'r maza qilib yashaysan deb boshini aylantirib, uni ham o'ziga tarafdor qilib olgan edi. Vaholanki kassaga o'zim qiz tanlab qo'ygan edim. Zavsklatlikka o'zimni jiyanim olib kelib qo'ygan bo'lsam ham, jiyanim demak zakuplarni kontrol qilib turdi, qancha narsa kirayotganini, nech puldanligini, uni любой payt biz tekshira olardik. Lekin kassa sotilayotgan mahsulot nazorati haligi qiz boyiga turk bilan yaqin bo'lib qolgan, любовница bo'lganligi uchun bu narsa to'xtab qoldi. Shuning uchun sizlarga tavsiyam, menejeringlar bilan yoki upravляющийlar bilan kassir yaqinlashishiga yo'l bermaydi. Doim kassir ovcharka bo'lib, menejerni qopib tursin. Menejer doim anaqa kassirni panjasi bilan urib ezishga harakat qilsin. Bular ikkalasi qancha jiqamish bo'lsa, shuncha bular levi qila olmaydi. Agar kassir bilan menejer kelishib olsa, ular cho'tki uxlatadi va siz uni topa olmaysiz. Shundan keyin bir oydan keyin oylik hisob kitobni bitta ko'tarsam, taxminan aytaman sizlarga bir 2-3 tonna go'sht yo'q. Ya'ni bizi misol uchun 10 tonna go'sht olgan bo'lsa, 7 tonna mahsulot sotganmiz. 3 tonna go'sht yo'q. Keyin men chaqirdimda, qani dedim, usta dedim, go'sht qani dedim. Voy Anvar bey, sizga yetishmadimi dedi. Yo'q dedi.
xolodilnikni 3 marta ishchilarimiz tokini uzib qo'ygan ekan, hamma go'sht sasib qoldi-da dedi. Ya'ni u 1 tonna go'sht xolodilga joylagan va o'sha 1 tonna go'sht 3 marta sasib qolgan degan bahonani keltirdi. Bo'pti dedim. Qana shu sasiganligini isboti bormi dedim. Va video kameralarni tekshiringlar. Kim shu simni o'chirib qo'ygan degan baho berdik. Keyin kameralarni u zapisi yo'q deb o'ylab kameralarni o'chirib qo'ygan ekan, lekin bu yoqda jiyanimda zapasnoy xotira bor edi. Men chunki xotirani ularga bermagan edim va o'sha xotirasidan olib biza videoni qo'yib berdik. Usta, o'zing ketayotganingda xolodilnikni esingdan chiqib o'chirib qo'yibsan-ku, ichida narsa yo'q deb o'ylab desak, keyin men qilmaganman deb janjal qildi. Turk o'rtog'imni chaqirdim menejerni. Bu yoqqa keldim. Usta nima qilyapti dedim. Keyin ular ikkalasi ham bir-biri bilan ushib ketishdi, kelisha olmasdan. Nimanidir bo'lisha olmadimi? Xullas, Anvar dedi, boshida bo'lib turadi. Go'sht tasib qolgan rostdan. Usta qari odam, endi yiqilib tushibdi. Ko'rdingmi mana kamerada o'zimdan qoqilib ketgan. E'tibor qilmagan, tokdan ozgina chiqib qopti dedi. Rostdan ham tokdan vilka ozgina chiqib qolgan va go'sht tasib qolgan. Men aytdim, "Xo'p, sasib qolgan go'shtni nakladnoy qani? Akt qani?" dedim. Mana ochib, qancha go'sht sasiganini shu kuni sirazi akt qilsa bo'lardi-ku. Qani akt desam, "Yo, biz tashlab yubordik" dedi. "Bo'ldi. Bo'lmasam seni oyligingdan ham men ham shuncha pul olib tashlayman" dedim. Xullas, kelishmovchilik boshlandi. 2-oyga oxiriga yetganda, o'sha men 2-oyda o'zim ham kelib kontrol qilishga harakat qildim, lekin bu xato edi. Men tushunmayman bu biznes. Men go'sht tekshirsam, bular ofitsiantlardan uxlatib ketdi. Ofitsiantlarni tekshirsam, barmenni uxlatib ketdi. Barmenni tekshirsam, go'shtni kiydirib ketdi. Go'shtini kiydirib to'xtatsam, boshqa joyga kiydirib ketdi. Ya'ni nima qilsam ham muammolarga o'rlashib qoldi. Eng yomon tomoni, bu biznesni tushunmaganligim uchun o'zim boshqarishni bilmayman va qo'ygan boshqaruvchi mashinnik, it o'g'ri, uni ustasi ham o'g'ri va bilib olinglar, agar menejer, upravляющий o'g'ri bo'lsa, uni atrofiga ishga kelgan odamlar faqat o'g'irlar yig'iladi. Upravляющий o'zi o'maradi, menejer yana o'maradi. Usta boshi, o'sha chef povar o'zi o'maradi, hamma kassir, hamma o'g'irlashni boshlaydi. Chunki voy xo'jayin o'maryapti deydi-da, hammasi uxladi. Xullas, 2-oyda $70,000 minus bilan chiqdim. 1-oyda taxminan o'sha bir 100,000 ga yaqin, общий 2-3 oyda taxminan aytayapman, $170,000 zararga kirganman. Yaxshi ham bu binoni tik tugi bilan o'sha paytda arzonga sotib olganman. Рассрочкаga bo'lib to'lash sharti bilan. Uni o'sha keyin 1 yil ichida bo'lib to'ladim. 2 oydan keyin 3-oyda yana binoni pulini to'lashim kerak, arenda emas, o'sha рассрочка. Bu yoqda go'shtga pul qolmagan. Men o'yinchoq zavodimdan pul olib kelib beraman $50,000. 1 oydan keyin pul yo'q. Yana men $70,000 pul olib kelib beraman. 1 oydan keyin pul yo'q. Boshida bergan pulim ham yo'q. Xullas, $170,000 minusga kirib ketganmiz. Nima qilishni bilmayman. Bu taxminan aytayapman aziz do'stlar. Balkim bu 120,000dir, balkim 150, balki 200,000dir. Taxminan meni hisobim bo'yicha shu Afiyet restoranini kirganimda boshida shu 3-4 oy, 5-6 oy bir 200,000 ga yaqin puldan ayrilib qolganman. Mana $200,000 ga kiydirib ketishgan. Turkiyalik do'stim ham kiydirgan, turk ustam ham kiydirgan, o'zbek ishchilarim ham qoqib ketishgan. Oddiy qassobim bo'lardi shu. Tuppa-tuzuk bola deb o'ylaganman shuni. Shu bola ham kiydirib ketgan. O'zi e'tibor qilinglar, restoran, milliy taomlar yoki sohalarda asosiy pul uxlatadigan joy 2 ta joy bo'ladi. Birinchisi bu go'sht bo'ladi. Ikkinchisi bu bar bo'ladi. Bar bilan go'shtni kontrol qilsanglar, sizlar foydaga chiqasizlar. Nega go'sht bilan, nega bar deyotgan bo'lsanglar, go'shtni kontrol qilish juda ham qiyin. Chunki bir safar kelgan go'shtdan 5% отход o'sha chandarlar yog'lar chiqib ketadi. Keyingi safar boshqacha go'sht kelib qolsa, 7% отход chiqib ketadi. Keyingi safar qarroq go'sht kelib qolsa, 12%, 15% отход chiqib ketadi. Mana shu narsani aniq standarti yo'qligi uchun, har safar har xil go'sht kelib qolganligi uchun siz har safar ishchingizni kontrol qilib tepasida kuzatib o'tirishingiz kerak. Unga siz vaqtingiz yo'q, lekin uni kuzata olmaganligingiz uchun u sizga отчет aytadi. Xo'jayin deydi, bugun deydi 100 kilo go'sht keluvdi, 5 kilo отход chiqdi deydi. Kecha nega 7 kilo chiqdi desangiz, kechagi go'sht deydi, yomon go'sht deydi. Ertasiga kelgan yana so'rasangiz, 12 kilo отход chiqarib beradi. Voy, nimaga bunaqa bo'lyapti desangiz, "Oka, go'shtini almashtirish kerak" deydi. Nimaga deydi? Chunki o'zini go'shtchisini olib keltirish uchun. Keyin o'zini go'shtchisi bilan gaplashib oladi-da, o'zini go'shtchisidan atkat yechib oladi.
Keyin u aytadi, "Xo'jayin" deydi, "Men deydi zo'r go'shtchim bor. U yaxshi go'sht olib kelib beradi. Shunga o'taylik" deydi. Keyin o'zini go'shtchisiga o'tkazadi. O'zini go'shtchisidan o'ldim deganda 5 bo'lmasa 10% do'laga o'tirib oladi. U o'zini go'shtchisi birinchi oyda foyda qo'ymay arzon qilib sizga kirib oladida. Keyin siz uni tekshirishni to'xtatganingizdan keyin har oyda narxini 20 ming, 30 ming, 20-30% oshirib olib, o'sha sizni razdelkachi, go'sht chopuvchi qassobingiz bilan birgalikda kiydirishadi. Mana o'sha paytdagi qassobim ham endi go'shtchisini o'zinikiga ruxsat bermaganman. O'zimni bitta 5 qayrog'och mahallalik qo'ychim bor edi, o'shanga qo'y olib keltirardim. Keyin Rozmetovdan mol go'sht olib keltirardim. Ularni o'sha ikkalasini Rozmetov ham nakladnoy bilan ishlaganligi uchun etda uxlatish qiyin edi. Faqat go'shtni bir xilroq standartda olib kelib beray deb talab qo'yganman. Mana shundan keyin go'shtni pateriyasi 5 bilan 10 ni orasida edi. Men 7% qo'yib berganman, mayli deb o'sha paytda. 7% gacha отход chiqsa mayli, undan 1 gram ko'p отход chiqarsang yoningdan to'laysan. Shundan keyin razdelkani nisbatan tartibga soldim deb o'ylasam, endi keyin buni o'yinini qarang bu qassobni. Qassob zo'r o'yinni qilishni boshladi. Keyin aytdiki, 2-3 hafta yurdi boshini qashib. Qanaqa qilib Anvar akamni kiydirsam ekan deb. Va shundan keyin u zo'r yechim topdi. Anvar aka dedi, qarang dedi bir oydan keyin. Go'shtga dedi, misol uchun dedi, 30 ming dollar pul kirib ketibdi dedi. Xo'p, nima qilish kerak? Men sizga shuni 24 ming qilib beraman, 6 ming teja beraman dedi. Qanaqa teja berasan? 6 ming katta pul endi bu restoranga. Yo'q joydan kelyapti-yu. Qanaqa teja berasan? Mengacha siz butun qo'y olib bering dedi. Butun qo'y. Molni ham dedi. Anaqa tranch emas, bir narsa son olib bering dedi. Men o'zim suveydan tozalayman, o'zim chandirlarini, paylarini ajrataman dedi. Shunda go'sht bizga arzonga tushadi dedi. Men endi umrimda qassoblik qilmaganman. Qattan bilaman unaqa u noto'g'ri narsa taklif berayotganligini. Men ham rozi bo'lib qo'yimman, qo'y olib berdim. Bu yoqdan molni chala go'shtini olib berdim tozalanmagan. Ana endi u go'sht tozalaganda boyagi 5-7% degan narsa yo'q bo'lib ketdimi? U keyin aytdi, Anvar aka dedi, moldan 30% отход chiqadi, qo'ydan 35% отход chiqadi deb yozib berdi. O'zi aslida 15-17% отход chiqar ekan. Borana 20% отход chiqsin, 10% o'sha uni ustiga o'tirib oldi. U har safar tozalayotganda suveni ustida ozgina go'shtini qoldirib tozalaydi. Chandirini tozalayotganda ham go'shtini shilmasdan ko'proq go'shtni chandirni ichida qoldirib tozalaydi. Va o'sha chandirlarni ham mana bo'ldi, tozalaganim shu deb, keyin taplab qilib, uni ham yana salafanga solib, uni arzimagan pulga, ana xo'jayin buni bitta boshqa sho'rvachalarga sotib yuboryapman, maylimi deb, o'zini ishini toza qilib, sho'rvachalar bilan go'shtni kilosini 2 mingdanmi o'sha paytda 3 ming so'mdanmi sotib pulini kasiga urib qo'yadi. Men uni aldanib, ishonib yurdim. 2 oydan keyin bitta tekshirsam, go'sht menga 30 mingga emas, o'sha 36 ming, 40 ming dollarga aylanib ketibdi. Chunki go'shtdagi pateriya juda ham katta bo'lib ketgan. Keyin chaqirib, uni bilib, uni urishib, so'kib haydab yuborgunimcha 4 oy, 5 oy vaqtim o'tib ketdi. Ikkinchisi, nima uchun bar sizni kiydiradi? Chunki barmenlarni siz hech qachon nazorat qila olmaysiz. Barmenga qanaqa retsept, qanaqa kalkulyatsiya yozib bersangiz ham, u kalkulyatsiyangizni kiydira oladi. Misol uchun, oddiy choy. Shu bitta katta bizdan turetskiy samovarga bir kunda 1,5 kilo choy soladi. Lekin u nima qiladi? O'sha 1,5 kilo choyni achitib oladi-da, achitib olib. O'shani yana ko'proq sottirib, sal ochroq berishni boshlaydi. Chunki sal ochroq degani 20% ochroq bersangiz ham achchig'ini. Hech kim uni tekshira olmaydi, uni sezmaydi. Mijoz ham sezmaydi, siz ham sezmaysiz. Doim turetskiy choy ichib yurgan odamgina 30% och bersa mazani sezib qolishi mumkin, lekin 20% sezmaydi. Lekin barmen 20% bemalol taxlab ola oladi. U shu sohaning ustasi. Barmen choyda masalan 500 gramdan 1 kilo solsa, 1 kilodan 200 gram urib qoladi. Kuniga 200 gram choy o'zidan uxlatadi. Kofeni 6,5 gram solish kerak, ya'ni 1 stakan kofeda 6,5 gram kofe tushishi kerak. Lekin barmenli 6,5 gram qilmaydi, 5 gram yoki 4,5 gram qilib qo'yadi. Hech narsani sezmaydi kofeni ichib yurgan odam uni ichida. U masalan americano, espresso deb v общем, sutli, cappuccino, latte ichadi aksariyat odamlar. Latteni ichida siz sutni mazasi bilan o'zi o'tib ketasiz. O'tga 4 gram solganmi, 5 gram solganmi qarab o'tirmaysiz. Kuniga 20%, 30% kofedan uxlatadi. Bir kunda masalan 5 kilo kofe ishlatayotgan joy
o'sha 3 kilo ishlatsa 2 kilo kofeni barmay uxlatib ketadi. O'shani 30 ga ko'paytiring, necha pul bo'lib ketadi? 30 kilo kofe necha pul bo'ladi? Masalan, choy 15 kilo choy, o'sha qimmat turk choyi necha pul bo'ladi? Qora dengiz choyi 6-7 dollar edi adashmasam, balkim 8-10 dollarligi ham bor. Biz 10 dollarligini eng zo'rini ishlatardik. Keyin ular boshqacha maxinatsiya ham topadi. Masalan, turk choyi 10 dollar bo'lsa, u 2 dollarlik, 3 dollarlik arzon choy olib keladi-da, 20% undan qo'shib, undan ham tejiydi. Nimalardir qo'shib yoradi, boshqacha bir ximikatlarmi, pripravalar qo'shadi-da, mazasini to'g'irlab zo'r qilib oladi, o'zida bo'ladi u retsepti. O'sha retsept sizga bermaydi. Va lekin siz o'ylaysiz, bo'ldi, turk choyi sovatda choy chiqyapti deb o'ylaysiz. Mana shu joyda ham yeb qo'yasizlar. Umuman barda iced tea bo'ladimi, mojito bo'ladimi, ularning aniq bir formulasi yo'q. Siz qanaqa formula yozib bersangiz ham, barmay uni 20-30% gacha o'zgartiradi. Siz sezmaysiz, tejab qoladi-da, keyin uni qanaqa pulga o'giradi desangiz, u tejab qolgan o'sha siroplarini, tejab qolgan kofesini o'zi damlab berib, ofitsiant bilan kelishib, levi soqqa qiladi, chek urmasdan kofelarni, choylarni sotib, normalniy soqqani bosadi. Mana shu joylarga e'tiborli bo'ling. Shundan keyin xatolarimni ustida ishlab, birinchi qilgan ishim O'zbekistonda shu sohani yaxshi biladigan odamlarni izlashga tushdim. O'zbekistondagi o'sha shef-powerlar assotsiatsiyasi bor edi, O'zbekistondagi restoratorlar assotsiatsiyasi bor edi. Shu uyushmalarga borib yordam so'radim. Keyin mehmonxona va o'sha catering biznesi bo'yicha uyushmaga borib, ulardan yordam so'radim. Xullas, men zo'r shef-powerlar topdim. Zo'r menejerlar, zo'r upravляющийlar topdim. Ulardan konsultatsiya sotib oldim. Kelib restoranimni, kafeni, xatolarini aytib berishdi. Haligi turk qaltirashni boshladi turk o'rtog'im. Chunki kelayotgan restoratorlar hamma xatolarini aytib beryotdi. Mana bu xato, bu xato, lyustra xato, kirish noto'g'ri joy, eshik noto'g'ri joy ochilgan, kassani o'zgartirish kerak, donerni bu yoqqa qolish kerak, buni bu yoqqa qilish kerak. O'zi umuman eng birinchi meni xatoyim konsepsiyadan chiqib ketganim bo'lgan. Men afiyetni doner kabob deb ochganman. Bilsanglar, mana afiyet o'rtada, yonida doner, yonida kabob, ya'ni doner kabob. Shashlik emas, faqat kesib doner sotadigan joy. Turkiyadagi Jelal usta qilmoqchi bo'lganman. Va o'sha donerni kesib sotish juda oson. Nega? Chunki u yerda bitta kesib turuvchi usta bo'ladi. Bitta uni olib nimalarga, ikkita talinkalarga solib turuvchi bo'ladi. Pastda bitta razdelka go'shtni maydalab marinovka qiluvchi bo'ladi. Maksimum 4 ta ishchi. Plus yana bitta lavash qiladigan pidechi bo'ladi, lavashchi bo'ladi. 5 ta ishchi ishlatasiz. Borani ikkita smenada ishlatsangiz ham atak donerlar asosan ertalab ochiladi, peshinda savdo qiladi, kechqurun oxirgi savdosini qilib, soat 8 dan keyin yopadi ketadi. Hech qaysi donerchi 9-10 gacha 11 gacha ishlamaydi. Mana shu sistemada 5 ta ishchi bilan, bitta choychi bilan, bitta kassiri bilan, ya'ni bir uzog'i 10 ta, 12 ta, uzog'i 15 ta ishchi bilan yuradigan mini biznes ochmoqchi bo'lganman. Bosh og'rig'i kam, yurg'izish oson, faqat go'sht olinadi, un olinadi. Bu yoqda xamir, bu yoqdan go'sht, bu yoqdan pomidor, bodani, piyoz solib beradi. Va mana shunaqa oson tizimlashtirsa bo'ladigan biznes qilmoqchi bo'lganman. Chunki menga restoran ochish qiziq emas edi. Men doner ochib, Turkiyada o'zim yaxshi ko'rgan donerni O'zbekistonda mazza qilib yeyish bo'lgan niyat. Ana shundan keyin Turk kelgandan keyin u nima qildi? Anvar dedi, yo'q dedi, donerni o'ziga qarab qolmasligimiz kerak. Biza pide ham yo'lga qo'yishimiz kerak deb menga tandir qurdirtirdi. Chunki u meni uxlatish kerak edi. Bitta donerchi ustani o'zidan 200 dollar ustidan oylik olar ekan u. Ustani bu yoqqa gaplashib bergani uchun, misol uchun menga ustani 1,5 mingga gaplashgan bo'lsa, u ustaga 1200 berar ekan. Donerchidan 300 ga olgan. Pidechidan uni ham 1,5 mingga gaplashib bergan, o'zi 1000 dollarga gaplashgan ekan. 500 oyligidan yechib olar ekan. Bosh usta o'sha chef power olib kelgan, hamma shashlik, hamma narsaga qaraygan. Chef powerdan 2000 dollar menga aytgan, lekin o'zi uni 1,5 mingga gaplashgan ekan. Ya'ni har bittasidan meni uxlatganligi uchun u ko'proq turk ustalarini tiqib, bu sohani assortimentni ko'paytirishga harakat qildi va assortiment ko'p bo'lsa, bardak bo'ladi, kaos bo'ladi, xaos bo'ladi. Xaosni siz bemalol kiydirasiz. Shuning uchun u xaos yaratdi va shu xaosni mazza qilib kiydirdi va men uni kontrol qila olmadim. Keyin u shashlik ham qo'ydirdi, katta mangal yasatdi. Uni yoniga, mangalning yoniga bilasizlar, turklar guruch, yana bir balolar qo'yib beradi. Garnirli qo'yib beradi. U bosh og'rig'i uni ham qildirish. U garnir sasib qo'yadi jonivor. Uni muzlatib qo'ysangiz, shashlikning yoniga qo'ysangiz, muzli mijoz yomaydi. Uni ilitib qo'ysangiz, tez sasib qoladi. Axlatga ketaveradi.
Bundan tashqari pide ham qo'ydimi? Keyin pidedan keyin yo'q, faqat pide ketmayapti, pidechilar bekor o'tiribdi deb pitsa qo'shtirtirdi unga. Keyin nonni ko'chadan olmaylik deb nonni ham o'zimizda yoptirishni boshladi. Ya'ni menga muammoni ko'paytirib tashlaverdi. Keyin ayron apparat olib kelib ayron qo'ydirardi. Ayron jonivor tez aynib ketadi. Ayronni qo'ygandan keyin undan ham minusga kirib ketishni boshladi. Eng yana yomon tarafi baklavani ham o'zimiz chiqaraylik. Ko'chadan baklavachi usta ham olib keltirdi. Mana shu baklavachi ustani ham olib kelishi yana menga qo'shimcha nagruska bo'ldi. Men shundan keyin shundoq baklavachi ustani haydab yubordim. Ko'chadan tayyor eng zo'r baklava qiladigan odamni topib, shu baklavachi bilan do'g'or qildim. Baklavani sotib olib, ustiga 2000 so'm qo'yib sotishni boshladim. Desertni ham o'zimizda chiqartirardi. Desertchini ham menga palon pulni sarflattirib, uni o'qittirib, yetishtirib, Turkiyadan olib kelib, rosa galavalonka qildi. Men restoran bo'lsam, men donerchi bo'lsam, menga desert, nima kerak menga desert? O'zi kuniga 500 ming so'm desert sotilmasa, men nima qilaman desert ishlab chiqaradigan savolni bermagan ekanman. Keyin ma'lum bir vaqtdan keyin desertchini ham haydab oldim. Shu rasxodlarni, zararlarni yopganimdan keyin restoranim nisbatan yura boshladi. Keyin u SMM kerak emas, Instagram, Facebooklar. Men shundoq mana odamlarni olib kelaman, tanish, o'rtoq, portoqlaringni chaqir, ularga men shunaqa servis qilaman, odam ko'payib ketadi deb aytdi. Xullas kalom, restoranda Instagramlarni qo'yishga ham qarshi chiqdi, lekin men yo'q dedim, baribir qildirtirdim. Mana shu yerda ham xato qilganman. Oddiy ko'chadan Instagramchi student bolalarga olib kelib pul berib, Instagram yurg'iztirganman, hech qanaqa natija bo'lmagan. Bitta ham Instagramdan odam klient kelmagan. Shundan keyin ularni haydab yubordim, hammasini yo'qottirdim, yig'ishtirib, o'zim o'zbek bitta bolani olib kelib, milliy taomlarda ishlagan bolani olib kelib qo'ydim. Bu meni ikkinchi xatoyim edi. Turk kafesida ishlagan menejerlarni olib kelishimga ko'zim yetmadi, chunki u bolalarga ishonmadim. Hozir buni qo'ysam, bu ham turklardan o'rganib, aynib ketgan bo'lsa, bu ham hozir meni uxlatsa-chi degan gumon bilan o'zimni jiyanimni og'aynisini olib kelib qo'ydim. Aslida o'zimni jiyanimni og'aynisi ham begona-ku. Turklardan o'rganadimi, o'zbeklardan o'rganadimi? Nima farqi bor? Ya'ni uxlatadigan odamlar bo'ladi, uxlatmaydigan odamlar bo'ladi va kam-kam uxlatadigan odamlar bo'ladi. Hayotim davomida shu narsani kashf qildim. Uxlatmaydigan odamlar juda ham kam bo'ladi. Unaqalarni topsanglar, peshonasidan o'pib, shu odamga oyligidan tashqari yana bitta oylikni berib ishlatinglar. Keyin kam uxlatadigan odamlarni yaxshi ko'ringlar, chunki ular doim kam xore, hamisha xore qilib beradi. Har kuni o'sha masalan 10 ming, 20 ming, 50 ming so'mgacha uxlatadi. Bir oyda işte $100 uxlatib ketadi. Nimaga uxlatadi? O'sha taksi pulini chiqaradi, sigaret pulini chiqaradi. Ular kechirsa bo'ladi aziz do'stlar. Lekin haqiqiy uxlatadigan odamlar bor, ana u odamlar juda appasning. Ular bir uxlatganda bir oyda 3-4 ming, 5 minglab, 10 minglab uxlatib ketadi. Insofsiz o'g'rilar bor. Kimda kim biznesni o'rganmoqchi bo'lsa, yoki o'zini kasbini biznesga aylantirmoqchi bo'lsa, yoki passiv daromad yo'lga qo'yish o'rganib olmoqchi bo'lsa, umuman daromadini 2x, 5x, 10x qilmoqchi bo'lsa, shunaqa insonlar uchun mo'ljallangan shogirdlik dasturi tayyorladim. Bu dastur 2 xil toifadagi insonlarga atalgan. Birinchisi top 100 talik degan dastur bor. Bunga o'sha biznesi bor yoki bo'lmasam bir kasbi borda oyiga $2000 dan ko'p pul topadigan insonlarni, o'sha 100 ta insonni tanlab olib, shu 100 ta insonni onlayn shogird qilmoqchiman va shu shogirdlik dasturimda ishtirok etadi. Hozir o'sha 40 ta shunaqa shogirdim bor. Yana 60 ta shogird olaman. Hammani ham olmayman. Tanlab olaman. Oyiga точно 2000 dan ko'p pul topayotgan bo'lish kerak. Birinchi shartim. Ikkinchisi, katta bo'lsa ham, ya'ni o'zini sohasini yo'q zo'r mutaxassisi yoki kichik va bir o'rta biznesi bo'lish kerak. Va u insonlarni har oyda bir marta ular bilan zoom qilamiz. Ularga biznes ochish bo'yicha hamda biznesni boshqarish bo'yicha, biznesni kengaytirish bo'yicha, biznesni tizimlashtirish bo'yicha, sotuv komandasini qurib, sotuvni ko'tarish bo'yicha va mijoz oqimini yaratib, ya'ni mijozni ko'paytirish bo'yicha bilimlar beraman. Hammasi onlayn shogirdlik, ya'ni offlayn emas, onlayn bo'ladi. Doim men chet elda bo'lsam ham ular bilan Telegram orqali, Zoom orqali ko'rishib turaman. Bundan tashqari ularga har bittasiga bir marta individual uni biznesini yoki uni kasbini yoki hayotini yoki daromadini razbor qilib beraman. Ya'ni uni biznesini analiz qilib, nima qilsak, qaysi yo'ldan ketsa rivojlantirish mumkinligini baholab beraman. Mana shunaqa menga shogird tushmoqchi bo'lsanglar,
va sizlar 2000 dollardan ko'p pul topsanglar, top 100 shogirdlik loyihamga hoziroq a'zo bo'linglar. Buning uchun pastda izohlardagi ssilkaga bosib, Telegramga o'tib, menejerga top 100 deb yozsanglar, sizlarni shu loyihamizga, dasturga qo'shib qo'yishadi. Dastur 1 yil davom etadi. Nima uchun 1 yil desangiz, любой bitta ustaga, nima deydi, kastapravga, oshpazga yoki bo'lsam restoranga, menejerga shogird tushsangiz ham kamida 1 yil o'sha ishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Men ham 1 yil onlayn yonimda olib yurib, sizlarni yetishtirib, sizlarni keyin o'zingizlar yo'lingizga qo'yib yuboraman. O'sha yerda xudo xolisa katta natijalarga erishasizlar. Bundan tashqari, daromadi 2000 dan kam bo'lgan, lekin biznes qilmoqchi bo'lgan yoki kasbini kuchaytirmoqchi bo'lgan, mijozini ko'paytirmoqchi bo'lgan, sotuvni o'rganmoqchi bo'lgan yoki davlat ishidan joniga tegib, endi biznes ochmoqchi bo'lgan yoki qo'shimcha kichkina biznes ochib qo'yib, yurg'izib qo'ymoqchi bo'lgan yoki passiv daromad yo'lga qo'ymoqchi bo'lganlar uchun o'sish dasturini yo'lga qo'ydim. Bular shogird tushib, mana shu o'sishga kerak bo'ladigan hamma bilimlarni olishadi. Ular ham 1 yil davomida menga shogird tushib, onlayn men bilan birga bo'lib, biznesni o'rganib yoki qo'shimcha bizneslarni yoki trend bo'ladigan, kuchayib ketadigan ideyalarni olib, o'zligini biznesligini ochishadi yoki bor biznesligini sotuvi va marketingni o'rganish orqali kuchaytirib olishadi. Siz agar shu o'sish loyihasida qatnashmoqchi bo'lsangiz, izohlarda ssilkaga bosib, o'sish deb yozinglar, menejerimiz sizni o'sish loyihamizga qo'shib qo'yadi. Bu ikkala loyihaning ham to'lovlari juda ham arzon qilib qo'yilgan, hamyonbop qilib, shu o'zbek millati kuchaysin degan ma'noda juda narxini foyda qilmaydigan darajada kam qilib qo'yganmiz. Aziz do'stlar, hayotinglarni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, hayotinglarda o'sishga erishmoqchi bo'lsanglar, hoziroq kuchayaman degan, daromadimni 10x qilaman deganlar bo'lsa oranglarda, menga shogird tushmoqchi bo'lganlar, hoziroq izohlarga bosib, menejerga yozinglar va mana shu loyihamga hoziroq a'zo bo'linglar. Hoziroq loyihaga qo'shilib, hayotinglarni o'zgartirishni bugundan boshlaydi.